alaykum hammaga. Bugungi darsimiz Word darsi. Word darsida bizlar birinchi bo'lib strukturadan novoy dokumentni ochib turamiz va Word darsida bunday panel paydo bo'ladi bizlarda. Bu panelda hamma darslarimiz qilishimiz mumkin. Tepadagi so'zlar bular bizada struktura deyiladi. Bu yerdan fayl bo'limiga o'tsak, novoy dokument yangi list ochiladi. Главныйda esa eng katta struktura bu главный hisoblanadi. Главныйda biz shriftlarni, kalibrini va harflarga rang berishni, harflarni joylashuvi, harflarni sonlari hammasini главныйda qilishimiz mumkin. Bu bizlarga matn yozishda juda kerak bo'ladigan dastur Word dasturi hisoblanadi. Word dasturida biz asosan вставка bo'limida tablitsa, risunikdan foydalanamiz. Tablitsa bilan bizlar jadval bilan ishlaymiz. Risunikda esa rasmlar bilan. Keyin bizlarda shakllar ham bor. Bularning nomi figura deb ataladi. Keyin internetdagi, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi shakllar bular значки deb ataladi. Diagramma, smart art bular diagramma qanchadan ko'p o'sib borish tartibida joylashtirib beradi. Sonlarni, harflarni joylashtirib beradi. Konstruktor esa bizlarda rang beradi. Har xil chekkalardagi ranglarni konstruktor beradi. Maket bo'limida bizlar poliyani har xil turdagi qilib o'zgartirishimiz mumkin. Kichkina, o'rtancha va katta va kitob tarzida o'zgartirishimiz mumkin. Keyin razmerda bizlar o'zimiz hisoblagan holda mana A4, A5, B4, B5 har xil turdagi qilib o'zgartirsak bo'ladi. Kolonka menusida 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta qator qilib yozishimiz mumkin. Keyin razrevi degani uni alohida qiladi. Bitta stranitsani 2 ga bo'lgan narsa razrevi deyiladi. Va silkani bizlar boshqa dasturlarimizda o'tamiz. Главныйda birinchi bo'lib qilayotgan ishimiz so'z, matn yozishimiz mumkin. Bunda kalibrini o'zgartirib, har xil turdagi kalibrilar bor bizda. Rus, ingliz, xitoy, har xil turdagi kalibrilar bor. Uni vertikal, gorizontal yotqizganlar hammasi joylashgan. Sonlarni, o'sha harfni katta kichik qilsak ham bo'ladi. Mana 72 ga qo'ysak, ana shunday kattalikda bo'ladi. Asosan o'zining strukturasi Wordda 12 hisoblanadi. 12 da biz har xil so'zlarni yozishimiz mumkin. Va yana biz yozgan, masalan, so'zni biz har xil turdagi qilib jирный qilsak bo'ladi. Bu jирный degani qalin degani. Qalin qilsak bo'ladi. Mana qalin bo'ldi. Qalin va yotqizsak bo'ladi. Mana yotqizildi va pastga chizsak bo'ladi. Bu pastga chizishni ham har xil turlari bor. Chekkasiga bossak har xil turlari chiqadi. 2 talik tayoqcha, yana alohida tayoqchalar. Shunday qilib chiqsak bo'ladi. Bular hozir bizlarga shart emas. Asosiy narsa bizlarda harfga rang berish. Har xil turdagi ranglar bor. Mana orqasida soyasi bor ranglar ham bor. Mana bunga rang beriladi. Bizlar bunaqa rang berishni xohlamasak, mana bu har xil svet beradi. Bu chekkalaridagi mana harfni chekkalaridagi maketdagi svetni bergan rang. Yana mana harfning rangini mana bu yerdan o'zgartirish mumkin. Har xil ranglar bor. O'zingizga ma'qul kelgan ranglarni qo'yishingiz mumkin. Mana qizil. Ko'rishingiz mumkin. Keyin bu o'sha yozilgan harfni
o'rtaga va burchakka va yana o'zini joyiga keltirishimiz mumkin. Bu uchun mana bu tepadagi strukturalardan foydalanamiz. Yana Wordda bitta narsa bor. Mana buni bossak, son paydo bo'ladi. O'zi avtomatik son yozib beradi. Va biz shuni bosib 2, 3 deb yozib ketaverishimiz mumkin mana. Har xil turlar bor. ABC, rim raqami va rim raqamlari, qausga olingan harflar mavjud. Bizlar bularni har xil joyga joylashtirishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Va mana bitta qatoriga rang berishimiz ham mumkin. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Sizlarga yana o'rgatayotgan narsam rasm joylashtirish. Masalan, biz rasm olmoqchimiz internetdan. Biz eng ko'p rasm olayotgan joyimiz bu Nature Pictures. Rasmni veb-saytda uni xirani to'g'ri chiqarishini kutib olamiz va uni kopировать kartinka qo'yib olamiz va Wordga o'tib Ctrl V qilsak rasmni o'zi paydo bo'ladi. Mana bu rasmni buni ustiga bosib xohlagan tarzda o'zgartirishimiz mumkin. Ustiga, ostiga, keyin xohlagan tarzda o'zgartirish uchun biz 6-chisini bosamiz. Rasm avtomatik qimirlay boshlaydi. Bu rasmni katta, kichik qilish uchun mana chetlardagi buni bosib mana katta va kichkina qilamiz. Yonga katta va kichkina nuqtalarni bosib katta, kichik qilamiz. Bu narsa bizga juda kerak hisoblanadi. Rasmga keyin har xil format bersak bo'ladi. Bu uchun bu rasm tushgandan so'ng format rysunki menyusi paydo bo'ladi bizda. Shunga kiramiz va formatdan har xil turdagi rasmlarni mana ko'rishingiz mumkin. Bizlarga o'zimizga yoqqan rasmlarni berishimiz mumkin. Effekt rysunki. Yonga, pastga, keyin ostida mana soyasi bor. Ana shuni qilishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa qilishimiz mumkin. Xo'sh, maket rysunki bor. Bularda biz rasmga mana shunday rysunki bersak bo'ladi. Buni ichiga ham so'zlarni, ham harflarni yozishimiz mumkin. Men ana shuni bermoqchiman. Buni mana bu qismiga yozishimiz mumkin. Xohlagan so'zlarimizni mana pastiga borib tushadi. Buni har xil qilib joylashtirishimiz mumkin. Mana vertikal, gorizontal 360 aylantirishimiz mumkin. Shu bilan darsimiz tugadi. Hammangizga rahmat.